Mana qarang, bolangiz chakaga tinmadi-da. Qorni ochmi deyman, sutingiz keldimi o'zi? Sutingiz sariq keldimi, oq keldimi? Menga qarang, sutingiz kelmagan bo'lsa, quyuqqina qilib qo'yog'ini surtab qo'ying. Voy, agar sutingiz kelmasa-chi, achchiq qora choyga slivka qo'shib iching. Arpa bodyom iching, arpa bodyom. Hay, sutgacha qo'yog'ini solib ichib yuboring. Mana qarang, ichingiz keldimi o'zi? Ichingiz kelmasa, gemoroy bo'lib qolasiz, aytib qo'ying. Banan bilan olma soki ichib yuboring. Voy, nimalar deyapsiz? Voy, marliga qo'yog'ini shunday solib, bolaga shundirib qo'ying, yaxshi bo'ladi. Voy, bolani ichi o'tib ketadi-yu unaqada. Novocha ichib yuborsin. Voy, jinnimisiz novocha diabetes qo'radi-ku bola. Voy, tashla-chi, haligi qo'yog'ini quyuqqina qilib yuziga surib qo'yasiz. San ko'rib, man ko'r bo'ladi. Opa, namuncha qo'y deysiz. Sizning davringiz bilan bizani davr boshqa-da. Voy, o'rgili, qo'y hamma davrda bir xil. Voy, shuni ham problema qildinglar. Ammo posilkaga chiqib ketganimda qaysi biringlardir bolamga boshqa taglik taqib qo'yibsizlar. Ha, bu faqat Lalaku taqadi-yu. Allergiya toshib ketibdi. Shunga injiqli qildi. Mana hozir Lalaku premium trusikchalisini taqib qo'ydim. Mana sekin ko'ndi. Voy, siz bolangizga taglik taqasizmi? Voy, o'g'il bolaga taglik taqish mumkin emas. Bepush bo'lib qoladi-ku. Xolajon, ammo xo'jayinimlar ham polni taglik taqib katta bo'lganlar. Eringiz nechinchi yil? 2002